Assalomu alaykum qizlar. Yaxshimisizlar? Hammalaring sog'liklaring yaxshimi? Hammalaringizni mana o'zimni komandamga Greenleaf kompaniyasiga ishlashga taklif qilaman. Kimda jilaniyasi bo'lsa yo ko'chaga chiqib ishlash nimasi bo'lmasa, masalan какой-то problema, farzandlar bor yo qaynona qaynota ko'chaga chiqib ishlash nimasi ilojisi bo'lmay uyda ishlashni xohlaganlar bo'lsa, mana meni komandamga hammalaringizni taklif etaman. Meni komandamda очень aktivniy, juda ham yaxshi qizlar ishlaydi. Juda yaxshi komandamiz, aktivniy. Nimalarimiz, обучениялар hammasi o'zim o'taman bepul. Hammalaringizga nashat tushunmovchilik bo'lsa shu kompaniya tarafidan hammasini o'zim yordam berib billa pul ishlaymiz qizlar. Mana bugun men oyligimni oldim, qarang. Вот зарплата qizlar. Так что kim xohlasa, mana men 4 ta farzandim bor, uyda o'tiraman, uyda ishlayman qizlar. Mana bu meni oyligim. Так что kim mana shu menga o'xshab pul ishlashni xohlasa, uyda o'tirib mana bemalol menga murojaat qilishlaringiz mumkin. Обязательно WhatsApp nomerimni qoldiraman. Обязательно WhatsApp nomerimga yozinglar qizlar. Обязательно yozamiz. Qancha tez yozsangiz shuncha yaxshi. Chunki qancha komandaga oldin kirsangiz shuncha yaxshi. Orqangizdan odam yig'ilib ketib juda katta nimalar egasi bo'lasizlar. Pul, podarkalar, sayohatlar, hamma narsa bor kompaniyamizda. Так что hammalaringizni kutaman. WhatsApp nomeriga yozinglar обязательно. И kanalga подписаться qilishni yodimizdan chiqarmaymiz. И like bosib qo'yamiz. Hammaga rahmat.